Birodarlar, o'tkir zehn. Bu Alloh azza va jalla bandasiga beradigan ulug' ne'mat. Mana hozir juda bir muhim narsani aytaman, diqqat qilib turinglar. Biz avval yashab o'tgan bu ummatning ulug' kishilarining hayotini o'qib o'rganar ekanmiz, ularni erishgan natijalarini ko'rib turib, aqllarimiz lol qoladi. Qanday qilib shu narsaga ulgurgan ekan? Masalan, Imom Buxoriyning hayotini o'rgansak, bu kishi o'qib, o'rganib, bizga qoldirib ketgan ilmni va u kishi yashagan umrni bir-biriga olib kelinadigan bo'lsa, to'g'ri kelmas ekan. Ya'ni 63 yil umr ko'rgan bo'lsa, bu kishi qoldirib ketgan narsani 63 yilda eplab uddalashning iloji yo'q ekan. Qanday qilib ulgurdiki bu narsaga degan savol hammamiz boshimizni qotiradi. Biz kerak bo'lsa 4 ta surani yodlamayapmiz. Kerak bo'lsa bir oddiy ishlarga ulgurmayapmiz. Diqqat. Agar bir kishining maqsadi, intilishlari oliy bo'lsa, mana shu oliy maqsadlarga yetish uchun qanaqa imkoniyat kerak bo'lsa, Alloh taolo shu bandasiga ato qiladi shuni. Yana qaytarib aytaman. Agar bir kishining maqsadlari, intilishlari oliy bo'lsa, oliy maqsadda yashasa, uning shu oliy maqsadiga yetish uchun oliy imkoniyat va oliy qudratlarni Robbisi ato qiladi. Endi tushunali bo'ldimi Buxoriy nimaga ulgurganiga? Har bir kishiga uni talablariga yarasha imkoniyatlar ochib qo'yiladi. Masalan, bir odamni bor yo'q orzusi nima hozir? Sredniy odamni olinglar, o'rtacha odamni olinglar. Nima orzusi? Pul, xotin, mashina, uy, ifsio. Shu narsaga yetadigan imkoniyatlar beriladi sizga. 8 silindrli motoringiz bor edi, 4 silindrli ishlaydi. Chunki orzu, umid, intilish, maqsad past edi-da. Shuning uchun 4 silindrdan o'tib ketasiz. Mendan 4 silindr turuvdi. Siz mana shu narsani ham, dinga, ummatga xizmat qilishni ham, xalqqa foydasi tegishini ham, ilm ma'rifatda bir cho'qqa yetishlikni ham niyat qilsangiz, qolgan 4 tasi ham qo'shilar edi ekan demak. Tushunyapsizlarmi ukalar? Menga bo'ladi shu, qo'y. Tilshim o'tib turibdi. Xulosa, balandroq narsani orzusida bo'linglar, ukalar. Odamlarning hidoyatini xohlagan kishilarga Alloh azza va jalla aqliy, fikriy va bayoniy imkoniyatlarni beradiki, odamlar ko'rib hayron qoladi. 4 oyda Qur'onni yodlabdi deydi. Bor shu o'sha zamonimizda shunday odamlar bor. 7 oyda Qur'onni yodlabdi deydi. Desa, seni bolang ham shunaqa bola. Sen ham shu havoda olib yuribsan. Maqsadni kattaroq qo'yda, birodar. Yetasan. Yetasan. Shuning uchun ayrim olimlarning qilgan ishlari, qoldirib ketgan ilmiy meroslarini o'qib o'rganib, bular qanday qilib to'plab, ulgurib, yozib ketgan ekan bu qisqa hayotida deb Imom Navoiy 45 ga kirib o'lgan. 45 ga. Lekin qaranglar qancha narsani qoldirib ketgan. Demak, maqsadni balad qilishlik kerak. Ular nima sababdan mana shunday bir martabaga erishdi? Mana shunday natijalarga erishdi? Maqsadlari oliy bo'lgan, oldilariga yuksak maqsadlarni, insonlarni haqqa yetaklash g'amini qo'ygan uchun. Biz ham orzu umidlarimiz bor. Nimani orzu qilsak, Alloh taolo shunga yetadigan imkoniyatni albatta bizga ham beradi. Hunayn g'azotida musulmonlarning qo'liga juda katta g'anima o'ljalar tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu g'animalarni tarqatar ekan, hammaga g'animalardan tarqatdi. Juda katta g'anima edi. Faqat ansorlarga hech narsani bermadi. Bitta Abu Sufyonning o'ziga 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush, 100 ta tuya dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. 100 ta tuya degani 100 ta mashina degani. 100 ta mashina degani. Men hisoblab chiqqanman buni. Payg'ambarimiz unga 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush, 100 ta tuya deganda Abu Sufyon islomga yangi kirgan, hali qalbi unaqa bir mustahkam bo'lmagan, qarab turib, o'g'lim Muaviyaga ham dedi. Hammaga berdi. Yangi kirgan kishilarga, arab qabilalariga, hatto Safon ibn Umayyaga ham berdi. Musulmon bo'lmagan holda chiqqan edi musulmonlar qatorida. Payg'ambarimiz unga 4 oy muhlat bergan edi. Lekin ansorlarga hech narsa bermadi. Shunda ansorlar xafa bo'lishdi. Rasululloh o'zini shahri Makkani oldi.
o'zini qavmini oldiga keldi. Endi bizni unutib qo'ydi deb o'pkalashdi. Mana akalar, siyosiy krizis. Payg'ambar vasallamga 8 yillik ansorlik qilgan sahobalar, ansorlar Rasulullohdan o'pkalab, xafa bo'lib qolishdi. Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhu kelib payg'ambarimizga: "Ya Rasululloh, ansorlar sizdan xafa bo'lishayapti" dedi. Nimaga xafa bo'lishadi? Hammaga berdingiz bu o'ljalardan, ularga bermadingiz dedi. Siz-chi, siz o'zingiz nima deysiz? Men nima derdim? Men ham qavmimni bitta odamaman dedi. Biz ham umidimiz bor edi shu g'animalardan olishlikka. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansorlarni biriga to'plang dedi. Faqat ansorlar bo'lsin. Yig'ilishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, mana endi qarang, bu muammoni yechishlikdagi hikmatda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning omonatini, risolatni yetkazadi. Bu kishi muammolarni yechishlikka ham hikmat kerak. Maqsadi Allohning roziligiga yetalashlikmi? Maqsad oliymi? Shu oliy maqsadga olib boradigan yo'lni ham, muammolarni yechadigan hikmatni ham Alloh taolo beradi. Ansorlar yig'ilishdi. Payg'ambarimiz ularga xutba qilib, Allohga hamd, o'ziga salovat aytib, aytdiki: "Ey ansorlar, men kelganimda Madinaga zalolatdami deylar? Alloh men tufayli hidoyat qildimi? Men kelganimda faqir edinglar. Men tufayli Alloh sizlarni boy qildimi? Men kelganimda tarqoq edinglar. Men tufayli Alloh sizlarni boshinglarni bir qildimi? Men kelganimda mag'lub edinglar. Men tufayli Alloh sizlarni g'olib qildimi?" dedi. Payg'ambarimiz ularga o'zini fazlini eslatdi. Shunday bo'lganmi dedi. Bizning tilda minnat qildi. Ansorlar payg'ambarimizning har so'ziga minnat va fazl Alloh va rasulining haqqi, minnat qilish va fazl Allohning haqqi, payg'ambarning haqqi deb turishdi. Payg'ambarimiz keyin aytdi: "Aytinglar. Agar xohlasanglar aytishinglar mumkin va shunday desanglar rost aytgan bo'lasizlar. Ya Rasululloh, siz yurtingizdan quviluvdingiz, biz sizni qabul qildik. Faqir edingiz, molimiz bilan yordam berdik. Quvilgan edingiz, biz yordam ko'rsatdik. Desanglar haq bo'lasizlar" dedi. Payg'ambarimiz o'zini ham fazlini eslatdi ularga va ularning ham fazlini eslatdi. Ular esa minnat va fazl Alloh va rasulining haqqi deb turishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkala tarafni ham fazilatini eslatganidan keyin ularga qarab, odamlarni qalblarini islomga ulfat qilishlik uchun dunyoni matohini ularga berib yuborsam, mendan xafa bo'ldinglarmi? Sizlarni o'zlaringizni iymoningizga topshirgan edim. Axir sizlar odamlar qo'y-qo'zilarni uylariga haydab ketib, sizlar Rasulullohni o'zingizlar bilan olib ketishlikka rozi bo'lmaysizlarmi dedi. Men bularga berdim, qoladi dunyo bularga, men sizlar bilan ketaman. Shuni o'zi yetmaydimi dedi. Sahobalar dod deb yig'lashdi, birodarlar. Rozimiz ya Rasululloh, rozimiz deydi. Mana hikmat. Mana hikmat. Rasulullohning qiladigan ishi katta, maqsadi oliy, Allohning roziligi. Endi shu muammolarni hal qilishlikka ham zo'r hikmatli yechimni Alloh taolo berib qo'ydi. Tushunarlimi? Melishni bo'lmaylik. Bir balatroq narsani ko'zlayveraylik. Faqat dunyoda latalutasi bo'lmasin. Bu-chi yo'lda bo'ladigan narsa. Agar Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'ysangiz, ko'rasiz Robbingiz sizga qanday fazli inom ko'rsatadi. Bu melish bo'lib qoladi bu narsalar. Ketdimi? Ketdi alhamdulillah. Ketibdi alhamdulillah. Maqsad bu emas. Yugurganda tellashingiz tabiiy narsa, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa. Siz yuguring, tellash o'z-o'zidan bo'lgandek, Allohning roziligini birinchi o'ringa, dinni, ummatning xizmatini birinchi o'ringa qo'ying, bu yoqdagi narsalar o'z-o'zidan bo'ladi. Biz vositani maqsad qilib olganmiz. Biz instrument bo'lish kerak bo'lgan narsani maqsadimiz qilib olganmiz. Shuning uchun o'ralashib turibmiz o'rnimizda.